3 ta nondan berib yuboring. Hop. Mana aka, rahmat. Arzimaydi. Charchamaylar, xo'p, rahmat. Aka taksimi? Non taksi aka, qaqa borish kerak. Chilonzorga. O'tiring. O'tiring. Obedni tizimda o'tiring. Maza qilib gaplashdik. Anchadan beri bunaqa Ayol. yosilib gaplashmagan. Mayli, men hozir shuloq xo'jayinga narsalarni tashab chiqay, hozir kelaman. Xo'p. Nonmi? Adasi, nimaga har kuni non olib kelsangiz bittasi ishlangan bo'ladi? Issiq nonni hidi shirin bo'ladi-yu, dimog'ni qitiqlaydi. Shunga bir bo'lak yeb kelaman-da. Ketdikmi? Umid aka, tushlikda nima yedingiz? Qozon kabob, salat, choy. Nima edi? Yo'q, kechki nima ovqat qilsamikin deb o'ylanib so'radim-da. Ha, qayerqa boramiz? Kazinaga haydang. Kazinkagami? Ha, bo'pti, ketdik. Dilbar, qara, kattasini olaymi yo kichkinasini? Kattasini ola qoling. Aha. Umid aka, Ha? qozon kabob yegim kelib qoldi, olaylik. Voy. Qozon kabob ham sotadimi? Sotishadi. Dilbar, bu qozon kabob emas non-ku. Nega? Mana qozon kabob. Mana salat. Mana non choy. Sizdan bugun shunaqa qozon kabob yedingiz-ku? Boshqa mani unaqa aldamang. Ertadan tushlikni har kuni uyda qilasiz. Bugun o'zim sizga qozon kabob qilib beraman. Xo'p. Ketdik. Bu safar ulgurib olinglar, chunki o'tgan safar reklama qilmasimizdan oldin sotilib ketgan edi. O'zini shunaqa chiroyli koftichkasi bo'ladi, oldilari zamochkali, yubkamiz